To'xtang. Agar futbol o'ynaydigan bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormang, chunki bu videoning orqasidan siz tekinga akkaunt yoki ko'plab coins yutib olishingiz mumkin. To'g'ri eshitdingiz. Mr. Passer o'zining navbatdagi konkursiga start berdi. Unga ko'ra bolalar, birinchi o'ringa mana shu akkaunt qaranglar. Hujumi bilan yarim himoyani o'zi full Barsani eng zo'r epiklardan tashkil topgan. Lionel Messi Brizon kartasi, Lamine Yamal Blitzkrieg, bunisini soch sariq, neobычный karta juda zo'r. Undan tashqari Johan Cruyff Briz 9 o'yindagi eng reytingi bilan ikkinchi o'yinchi bu. Neymar epik karta, Luis Suarez epik karta, yarim himoyada eng zo'r anchormenlardan bittasi bo'lgan Sergio Busquets. Himoyani qaranglar, himoyani gapirmasa ham bo'ladi. Franco Baresi 8 va yonida bo'lsa Virgil van Dijk Big Time kartasi. Qanotlarda Massimo Oddo bilan Roberto Carlos. Shunchaki dahshat. Darvozani etmasam ham bo'ladi. Buffon eng zo'r kartasi. Men uchun futboldagi eng zo'r vratar mashi bo'ladi. Undan tashqari zaminda Erik Cantona 106, Bullet Header Drogba, Farlan, Bebeto, Roberto Baggio, Dennis Bergkamp, Pirlo, Luis Figo, Cellini ham bor ekan, Rafinha ham bor ekan, Pedri Big Time, Deco, Maxilasi 3282. Hali bundan ham oshsa kerak. Akkaunt dahshat bo'ldi. Bundan tashqari ikkinchi o'ringa 2130 coins, uchinchi o'ringa 1040 coins, to'rtinchi o'ringa 1040 coins, beshinchi o'ringa 1040 coins, oltinchi o'rindan 10-chi o'ringacha bo'lsa 550 coinsdan. Undan tashqari 11-chi o'rindan 20-chi o'ringacha bo'lsa hali 300 coinsdan sizlarni kutib turibdi. Qanaqa qilib qatnashamiz deysizlarmi? Bu juda ham oson. Shunchaki mana shu ko'rayotgan Instagram profiliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta dona like bosib qo'yinglar. Mana profilim shapkasi turgan Telegram kanal silkasi bor. O'shanga o'tasizlar. Telegram kanalda men post tashab qo'yganman shu konkurs haqida. Shunchaki o'sha yerda homiylarga obuna bo'lasizlar, bo'ldi. Sizlar hech qancha screenshot, 20 ta o'rtog'ingga jo'nat degan narsalar bo'lmaydi. Shunchaki obuna bo'lasizlar, qatnash bosib qo'yasizlar. Agar sizlar shunaqa yozuv chiqargan bo'lsa, bo'ldi. Sizlar qatnashayotgan bo'lasizlar. Juda ham oson. G'oliblarimizni random bot orqali 25-yanvar kuni O'zbekiston vaqti bilan 21:00 da aniqlanadi. Shuning uchun shunaqa konkurslarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq meni profilimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga omad.